Farg'ona mintaqaviy o'quv markazida jaholatga qarshi ma'rifat tadbirlari doirasida ma'naviy-ma'rifiy uchrashuv bo'lib o'tdi. Tadbir davomida tinglovchilarga jamiyatda ijtimoiy ma'naviy muhitni mustahkamlash, diniy bag'rikenglikni rivojlantirish, millatlararo totuvlikni asrash hamda yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash mavzularida ma'lumotlar berildi. Jaholatga qarshi ma'rifat shiori ostida mana shu o'quv dargohida ta'lim olayotgan ichki ishlar xodimlari, qo'riqlash, milliy gvardiya, qolaversa va hokazo shunga o'xshash mana shu yerda faoliyat ko'rsatayotgan ustoz va murabbiylar uchun ham jaholatga qarshi ma'rifat shiori ostida davra suhbati olib borildi. Ko'zlangan maqsad shuki, millatlararo totuvlik, diniy bag'rikenglikni ta'minlashga qaratilgan dolzarb ma'ruza matnlari o'qib eshittirildi. Uchrashuvda ishtirokchilar yuqorida aytilgan dolzarb masalalar yuzasidan o'zaro fikr almashdilar. Farg'ona mintaqaviy o'quv markazi tinglovchisiman. Terrorizmga qarshi kurashish tadbirida ishtirok etdim. Shu fursatdan foydalanib, o'zimga kerakli xulosalar chiqarib, bundan tashqari mana sport musobaqasida ishtirok etyapmiz. Shaxmat shashka yo'nalishida hozir musobaqa olib borilmoqda. Tadbir doirasida shaxmat va shashka bo'yicha bellashuvlar ham tashkil etildi. Bugungi kunda terrorizm va diniy ekstremizm nafaqat xavfsizlikka, bu balki jamiyat barqarorligi, insonlar o'rtasidagi ishonchga va tinchlikka tahdid desak bo'laveradi. Buni kelib chiqishining asosiy sabablari noto'g'ri diniy ta'limot va aqidalar noto'g'ri talqin qilinishi desak, va undan tashqari hozirgi kunda eng asosiysi ijtimoiy tarmoqlar, internet orqali targ'ibot natijasi desak bo'laveradi. Biz Farg'ona mintaqa o'quv markazimizda bunday tadbirlar o'tkazilishi asosan bizda ham mana ko'rasizlar, asosan yoshlar tayyorlanadi va bu yerda faqat aholi orasida emas, mana shu xodimlar o'rtasida ham bu narsalarga yo'l qo'ymaslik, buni oldini olish asosiy maqsad. Uchrashuv yakunida faol qatnashgan mutaxassislarga minnatdorchilik bildirildi. Yoshlarni yot g'oyalarga berilib ketmaslikka, ilm-ma'rifat yo'lida izlanishga chorlandi.